Assalomu alaykum qizlar. Men sizlarga bugun shu kokteyllar haqida ma'lumot bermoqchiman. Menda ikki xilidan bor, shokoladniy va smorodinaligi bor. Menga ko'proq mana shu smorodinaligi ko'proq yoqdi. Buni biz qizlar 200 yo 250 millilitr suvga yoki sutga tayyorlab ichamiz. Sutga qilib ichinglar, rosa ham shirin ekan. Agar ozmoqchi bo'lgan qizlar bo'lsa, nijirniy sutga qilasizlar, ya'ni yog'i yo'q bo'lishi kerak sutinglarda. Agar semirmoqchi bo'lgan qizlar qaymoqlik sutga qilib ichasizlar, qo'yiq bo'lishi kerak. Kokteyl o'zi shunaqa ko'rinishda bo'ladi qizlar. Kokteyllarımizda har birida shunaqa o'zi merniy ложечкасы keladi qizlar. Mana shu merniy ложечкада sizlar bir qoshiq solasizlar, 200-200 ml suvga yoki bo'lmasam sutga solasizlar. Solganinglardan keyin menda shunaqa o'zimning spetsialniy sheykerı bor. Mana shu sheykerda aralashtirib kokteyl qilib olaman. Agar sizlarda sheyker yo'q bo'ladigan bo'lsa, hech qisi yo'q.